Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa ve salaten ve selamun ala rasulihil mustafa ve ala alihi ve sahabatihi ve men ittaba'uda amma ba'd. Bugünkü ders ya fata inneke ibni ejgit sen benim oğlum bulsa. Qala raculun min ahlil Kufati Kufilik bir kişi muhunda sözler beripti. Kunna ma'a Maslamata ibn Abdülmelik. Şu Abdülmelik ibn Marvan'ın oğlu iken bu, emirlerinin birisi. Bibiladur Rum. Şu emir bilen biz Rim diyarında idik. Yani cihat çıktan bulan. Fesebe sebyen kethira. Mesleme nurgun esirlerini kolu düşüydü. Sebi diyen esirlerini esirgelingan hotun balçaklar. Erlen var. Lakin onun tevaşında adı kukra halkın var. Amma ve aqama bi ba'dil manazil. Bazı bir turağını bargah kılıp tudedi. Fa'arada sabya ala sayfi. Şundan esirge ağan şu haklını kılıç tutuldu de. Yani kılıçını aldığı dedi. Aradahu ala sayf diyen onu beşine kılıç tuttu. Yani kılıçını çapkultu dediğin. Faqatala halqan kathira. Nur gon haklını öttüretti. Hatta arada aleyhi şeyhun daifun fe amara bi qatlihi. Ahire nüvayet bu işkilep onun aldığa aciz yaşını ketken bir aksakal keltirilipti. Sonra onuma ölümgü buyuruptu. Fekale aksakal depti ma hacetuke ila qatli şeyhin mesli. Mendek bir boyunu ötüreşke sana nima ajda. İn terakteni beni koyup bir qasan ji'tuke bi asireyni minel muslimine şabbeyni. Beni koyup bir qasan Müslümanlığın iki yaş esirini ekip birme. İşte asireyni şabbeyni minel muslimine dese. Ya bu gepna istil çıktı bana. Ötken gidersiniz dedik o. Sıfatını kim ekildi? Bu bunda alayda fadleş usulü. Arapçada muşunda işlettiğin usul var. Bunda işletse geptahın saz çıktı. Ji'tuke bi asireyni minel muslimine şabbeyni. Fekale ve men li bidalik. Ve men li bidalik edgen bunu hem de vücut çıkış için kim bana kapalet birdi diyen bandı. Aslında maaşını man kim kıpıralaydı diyen buldu aslında. Lekin ya da kim iyi bununla sen gepini kana işine dese o bu ayda inni iza wa'adtu awfayt. Men diyen vaad versem vaadim turma. Qala lastu athiqu bika. Men sana işenmeyim. Qala fada'ni atufu fi askarika. Bundan ki beni koyup basla. Men sizning şu leşkerleri tutuşuna bir aylanıp çıkay. Aylanıqlı koyslar deymiz şimdi. Fada'ni deyin koyup basla demeyin. Fada'ni atufu fi askarika. Meni leşkerleri arasında şunda bir aylanıp çıkışga ruhsat qilsangiz sen. La'alli a'rifu men yakfuluni ila an amdiya ve aji'a bil asirayn. Aylanıp çıksam belki men berip ikisini akaginga kadar bana kepil oldugan kişinin birisini tunuya alışım mümkün. Tunuş tapa alışım mümkün. Fevekkele men emarahu bit tawafi ma'ahu fi askerihi ve ihtifazi bihi. Şundan emir leşkerinin arasına aşılan billah aylanıp koyup paymamana billah aylangan dep birisiga parman sürüp billah manguzda deydi. Bir asker qilibdi. Mana bilan billah şu leşkerin aylanıp çıksa koyup paymagan. Fema zala şeyh yatufu ve yetasaffahul vujuha ve aksakal ayni vuruptu halkının çırağıga yani mücahitinin çırağıga birden bir qarab sinchilab qarab yetasaffah degan çırağıga birden bir bu da mesela kitabning varaqini birden bir varaqlab ko'ygandek yüzünü birden bir sinchilab chiqib turibdi. O'rib chiqdi degan yetasaffah varaqlab chiqqanday. Hatta marra bi fatan min bani kilabin. Bani Kilab cemaatidan bo'lgan bir yigitning qashidan o'tgan chaqda, shunda sinchilab qarab oxiri Bani Kilab cemaatidan bo'lgan bir yigitning qashida o'tib qoldi. Qaiman yuhassinu farasahu. U o'rtirib etini jabdiyotgan yoki birimda tayyorlayotgan ekan. Faqala ya fata idmanni min al-amir. Ejgit menga amirning huzurida kepillik bo'lgan bo'lsa. Wa qassa alayhi qissatahu. U yigitga buvay o'zining qissasini voqealigini so'zlab beribdi. Qala af'al. Wa ja'a al-fata ma'ahu ila Maslamata fadaminahu. Shuna yigit ash buvay bilan qo'mondan Maslamani qashqilab uning kepilli bo'ldi. Fa atlaqahu Maslamatu falamma mada. Shuna buvayni Maslam qo'yibdi. Buvay ketgandan keyin
Qala ata'rifuhu? Yigitdan so'rabdi, "Bu ayni sen tunumsan?" Qala la vallahi, yo'q, Alloh bilan qasamman, tunumayman. Qala walima damintahu? Unda sen tunumsan, nima uchun zaman bo'ldi unga? Qala ra'aytuhu yatasaffahu al-wujuha fakhtarani min baynihim. Men uning hammadan chiroyiga birdan qarab, janchilarning ichidan meni tanlab kepilli bo'lib paslar deganini ko'rdim. Va karihtu an ukhlifahu dhannahu. Ular uni meni yaxshi o'ylab, men biz kepilli bo'lib birdig'imiz edi, bir yaxshilik bor ekan buning chiroyida yoki bunda bir yaxshi o'ylab nima qilgan ekan, men uning umidini yerda qo'yishni yomon ko'rdim. Falamma kana min al-ghadi aada ash-shaykh. Atsa va oqsoqol qaytib kelibdi. Wa ma'ahu asiran min al-muslimin shabbani. Buni bilan billah musulmonlardan yosh ikki asir bor ekan. Ashullarning qo'li uchib ketgan asirlar ekan. Dafa'uma ila maslamata va qala, maslamaga topshirib o'shga asirni debdi, ya'zanul amiru fi hadha al-fata an yasira ma'i ila hisni li ukafi'ahu ala fi'lihi ma'i. Amir ijozat bersa, mush yigit men bilan billah uning turalg'umay qo'rg'inimga berib, kelsa men uningga man qilgan yaxshilik qarta bir mukofotlasam, rahmat aytib Qala maslamatu in shi'ta famdi ma'hu. Janski debdi, xalsan uning bag'an. Falamma mada wa sara ma'hu ila hisnihi, uning berib qo'rg'iniga yetib borgan chog'da qala lahu ta'lamu wallahi ya fata annaka ibni. Bilamsa yigit, sen mening o'g'lim. Qala va kayfa akunu ibnak? Men qanday bo'lib sizning balangga qolganman? Wa ana rajulun min al-arabi muslimun. Mana muslimun degani hozir oyoqqa keldi. Wa ana rajulun muslimun min al-arab desam bo'libdi, shunami? Lekin men gap hozir esil chiqarish uchun aql topdi. Men arablardan bo'lgan bir musulmon odam tursam, sen bo'lsang, va anta min ar-rumi nasrani. Sen rumlik bir xristian tursang, men qanday sizning balangga qolganman? Qala akhbirni an ummika man hiya? Ndasa anan kim menga bir deb bergan? Qala rumiyatun, rumlik ayol mening onam. Qala fa inni asifuha lak. Ndasa men sening onangni sana sifatlab beray. Menda bunda ayol bu. Fa billahi Alloh bilan qasam. Rumi shayx qo'ydida, ndasa men sening onangni sana sifatlab beray. Bu menda sifatli ayolda. Fa billahi, ya'ni Allohning haq hurmati bilan so'rayman sendan. In sadaqtu illa saddaqtani. Men rost gap qilsam, to'g'ri desam, to'g'ri aytding deb bergan, tasdiqlab berganman. Qala afal, ma shunda qilay debdi. Faqbala Rumi yasifu ummuhu ma kharima minha shay'a. Shuna rimliq bo'y o'z yigitning onasini sifatlab berdi. Uningdan hech nimani tashlab qo'ymadi, kam qilib qo'ymadi. Kharima degan unda to'sh kechirdi degan gap. Buningda hech narsani kam qilib qo'ymay, hech narsani chala qo'ymay, to'liq sifatlab berdi. Faqala hiya kadalik. Rasulda u onam sen degandek. Fa kayfa arafta anni ibnuha? Ndasa men ash ayolning bolasi ekanligimni sen qanday bilarding debdi. Qala bishabahi wa ta'aruf al-arwahi wa sidq al-farasati. O'xshiganlikdan dedim. Bishabah degan o'xshiganlikdan. Chiroy o'xshayganda, ya'ni ash bo'yning o'zining qizga o'xshaydigan ash yigitning chiroyi. O'xshiganlikdan va ruhlar bir-birini toniganlikdan. Hadis bor, al-arwahu junudun mujannada. Kama ta'arafa min haqtalaf va ma tanakara min haqtalaf. Ya'ni ruh jini tuydi deymiz-ku. Bu ruhlar bir-birini toniganlikdan va sidqul farasa, ya'ni farasatımı onun farzim mesela. Ras to'g'ri chiqqanlikdan. Farasa degan siraklik iqtidori. Bir narsani faraz qilib sezala sezgurlik. Usmon radhiyallohu farasatul mu'min. Ittaqu farasatul mu'min. Fa innahu yara bi nurillah, yanzur bi nurillah. Shu farasatni farasat deymiz. Uyg'urcha farasat deymiz-ku. Thumma akhraja ilayhi imra'atan. Shundan bu Qur'onga bordi-ku, yigitni olib bordi. Ondan biz mehmon qilyapti, uning qishig'a bir ayolni achqibdi. Falamma ra'aha al-fata lam yashukka fi annaha ummuhu. Uni ko'rgandan keyin ash ayolning o'zining onasi ekanligini faqat shak qilmabdi. Voy bu onam bu yerda turdi deb hayron qolgan. Li shiddati shabahihi biha. Ash yigitga
Aş ayol bek o'xshab ketdi. Yoki u ayol yigitning onasiga bek o'xshab ketganlikdan desakmi? Yerdan da yigitga bek o'xshab ketganlikdan debdi. Bu ham da hammasi. Yani anasından sansı ağaç soğanı bek o'xshaydi anasga. Buni anamniga deb qopdi. Va kharajat ajuzun ka'annaha hi. Yani bir mo'may chiqibdi. Bu xuddi o'zining onasi bel quyib qo'ygandek o'xshaydi ekanda. Fa aqbalna yuqabbilna ra'sal fata. Shuna bu ayollar kelib bu yigitning beshiga so'yib ketibdi. Faqala lahu shayx, shuna oqsoqol debdi yigitga. Hadihi jaddatuka, mavu bo'lsa sening cho'ng'anang. Va hadihi xalatuka, mavu seninki hammang yoki hammachang. Summa kharaja min hisnihi, andan o'zining qo'rg'onidan chiqib, fadaa bi shababin fi sahra, sahradagi bir necha yigitni chaqiribdi. Fa aqbalu ular kaptu. Fakallamahum bir-rumiya. Ularga rim tilda bir narsani debdi. Fajalu yuqabbiluna ra'sal fata va yadayhi va rijlayhi. Shunlar ular shu yigitningki beshini, qo'ltiqlarini so'yib ketibdi. Yani şu yigitning oqsoqolining begininki o'g'li ekan, "Mening nevaram ekan" degan ekan, qo'ltiqlarini so'ygan gap. Ya debdim da faqala haulay akhwaluka. Avlasning tag'laring va banu xalatika. Tağlarının balları ve benu ammi validetika ve ananın tağlarının balları depti. Sonra akhrac aleyhi celaban katiran, celab diyen neresi gerekli, meta' deymiz, neresi gerekli. Cık bir narsalar diyeyim. Onunla cık bir narsalarını ve isil kiyim keçeklerini açıp, fakhira diyen isil. Faqala hâzâ livalidetika endena mundu subiyet. Mavo senin anan esirgi qolgandan tatib, yani musulmonlar asirga ketgan. Asirga tushib ketgandan tatib, sening onangning narsa keraklari bizning qo'limizda qolib qolgan. Kiyim-kechak, bilazuk, qalqonda ishlatilgan narsalarni menda demak. Fakhudhu ma'ak, mushuna sen ilib ketgan. Fadfa'hu ilayha, ashu onangga bergan. Fa innaha satarifu, u cho'qim buni tuniydi. Summa a'tahu li nafsihi malan katira. Andan o'z yigitga o'zi uchun nurg'un mol dunyo beribdi. Va thiyaban jalila, nayt isl kiyimlarni beribdi. Va hamalahu ala iddati dawabin va bighal. Bir necha ular va qechirlarga mol dunyoni atib beribdi. Va alhaqahu bi askari maslamata va insaraf. Va o'z yigitni maslamaning lashkarlari va bargohga yetkazib qo'yib qaytib ketibdi. فأقبل الفتى قافلا حتى دخل منزله. Şundan bu yigit uyga qaytib kelib, uyga kirdi. Qafilan degan qaytgan holatda, rajan degan ma'no. Qafalana raja. Faqbala yukhriju ash-shay'a ba'da ash-shay'i mimma 'arrafahu ash-shaykh annahu li ummi. Ash boy, ma ananga tava narsalar deb bergan. Ash narsalarni bir-birlab anasga chiqarib berib turibdi. Fatarahu fatabki. U anasi unasini kirib yig'lab ketdi ekan. Shunda bir narsani chiqarib ko'rdi ekan, yig'lar ekan. Yana bir narsani chiqarsa, uni ko'rdi ekan, yig'lar ekan. Fayaqul laha qad wahabtuhu laki. Shundan anasiga bu narsani sizga beribdim deydi. Falamma aktara hada alayha. Shundan bu yigit nurg'un narsani shunda bir-birlab ko'rsatib qilgandan keyin va anasiga beribgandan keyin anas debdi. Qala diya bunayya, as'aluka billah. Allah'ın namından sorayma senden. Yani Allah'ın şefi keltirip sorayma. Min ayyi beledin sarat ileyke hadis thiyab. Muş kiyim kechak narsa kerakla sana qaysi juttin qulang tushdi? Qaysi juttin kelib qoldi sana? Va hal qataltum ahadan min ahli al-hisn alladhi kana hada fihi? Mush narsa kerakli bo'lgan ash qo'rg'ondagi kishilardan biradini o'tdingmi? Yani o'zining urug' tuqqanlardan ansiratilardir. Qirilib ketgandimi da. Faqala laha al-fata, shuna yigit u anasiga debdi, sifatul hisni kaza va kaza. U qurg'onning sifati menda, falon yerga menda, do'nglikdagi menda, yerdagi qurg'on bu. Va sifatul baladi kaza va kaza. Shu jutning sifati menda bir sifatga jut. Va ra'aytu fihi qawman min halihim kaza va kaza. Men u jutda, yoki ash qurg'onda menda sifatli kishilarni ko'rgandim. Wa wasafa laha ummaha va ukhtaha va awladahuma va hiya tabki. Men ko'rgan xalqni menda deb ash ayolninki onasi va hamshirisini va ularning balchaqlarini sifatlab beribdi. Sifatlab berganida bu ayol yig'lar ekan. Faqala laha ma yubkiki. Sizni nima yig'iltiyotdi? Nima sababdan yig'laysiz?
dese faqalat eş-şeyh vallahi abi. Aksakal boy mening dadam Allah bilan qasam. Wal ajuz ummi. Mumay mening anam bo'ldi. Ajuz degan nima sifatda? Muannasga ishlatuvchi nima? Ajuzda kelmaydi. Ayolga ajuz deb ishlatadi. Wa tilka ukhti. Yana bir yosh ayol bo'lsa mening hamshiram bo'ladi dedi. Faqassa alayha al-khabar. Shundan o'zgat u anasqa bo'lgan butun jarayonni shunda so'zlab berdi dedi. Va akhraja baqiyata ma kana ma'hu. Uning qo'ldagi yana qolib qolgan narsani hammani anasiga berdi. Mimma anfadahu abuha ilayha. Anasning dadasi anasqa avatgan nasldan qo'lda qolib qolgan hammani anasiga berdi. Anfada degan avatdi degan ma'no. Fadafa'ahu laha anasqa bervattamana. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.